Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. YouTube kanalimga xush kelibsiz. So, bugungi darsimiz Exam Advice. Aynan imtihonga tayyorgarlik. Agarda imtihoningizga bir necha kunlar qolgan bo'lsa, demak bu videoni ko'rishingiz to'g'ri. It is the right video for you. Okay. Bu video aynan multi-level sıfır imtihoniga tayyorlanadigan o'quvchilar uchun spesifik tayyorlangan. Demak, boshlaymiz. Okay. Birinchi navbatda let's start from exam preparation. Imtihondan oldin tayyorgarlik haqida gapirib bermoqchiman. Birinchi navbatda pasport. Pasport juda ham muhim. Kerakli narsalar haqida gapirib ketyapman. Pasportsiz imtihoningizga kiritmaydi. Shuning uchun pasportingiz bo'lishi kerak. Haqiqiy o'zi kopiyasi ham emas, chiqarib olgan kopiyasi ham bu mumkin emas. Tushunyapsizmi? Pasportingizni o'zi juda ham muhim. Ba'zi o'quvchilarim bor, bir o'quvchim bor edi. Esimda imtihon oldin pasporti boshqa shaharda edi. O'zi boshqa shaharda, pasporti boshqa joyda. Sizda ham shunaqa holat bo'lmasligi uchun tavsiyam pasportingizni topib qo'yib, tayyorlab qo'yishingiz kerak. Keyingisi ruxsatnoma haqida. Ruxsatnoma juda ham muhim, chunki ruxsatnomangizda asosiy sanalar yoziladi. Asosiy imtihon kirish sanangiz, speaking sanasi, nechida bo'lishi, qayerda, qaysi lokatsiyada. Shuning uchun ruxsatnomani chiqarib olishingiz ham muhim. Ruxsatnomani qayerdan olishimiz kerak desangiz, MyGov saytidan o'zingiz shaxsiy kabinetingizda arizalarda turgan bo'ladi ruxsatnoma va uni imtihondan 3 kun oldin taqdim qilishadi, aynan chiqarishadi. 3 kun oldin imtihon oldi chiqariladi ruxsatnoma. Keyingisi imtihonda 1 kun oldin. Rest before exam. Bu judayam muhim. Imtihondan 1 kun oldin ko'pchilik bosib dars qiladi kechasi bilan. Tushayotgan savollarni maksimum ko'radi. Qanaqa savollar tushyapti, izlanadi, ko'radi. Charchab qolib, yarim kechasi uxlaydi. Imtihon ertalabda. Tushunyapsizmi? Dam olishingiz juda ham muhim. Bir kun ichida qandaydir o'zgarish bo'lishi qiyin. O'shaning uchun yaxshisi dam oling. 1 kun oldin miyangizni bo'shashtirib, maksimal dam olishingiz kerak imtihon muhitiga tayyor bo'lish uchun. Keyin imtihon kuni yaxshi kayfiyatda, o'zingizga ishonch bilan borishingiz kerak. Va iloji boricha vaqtliroq boring. Vaqtida borishingiz muhim, kech qolmasdan. Yarim soat, 40 minut oldin borganingiz yaxshi. Vaqtli borsangiz ham bo'lmaydi. Qorningiz och qolishi mumkin, stress bosim ostida bo'lishingiz mumkin, juda ham hayajonlanib, charchab qolishingiz mumkin, quturib, konsentratsiya yo'qotishingiz mumkin. 2 soatlab, 3 soatlab vaqtli borish shart emas. Yarim soat, 40 minut oldin borsangiz yetadi. This is enough. That's why my suggestion baribir vaqtliroq borish kerak. Okay. Keyingi narsa. Let's move on. Keyingisi endi mana imtihonga kirdingiz. Birinchi sizga endi xonalarni ko'rsatishadi. Hamma har xil xonalarga maksimum 30 kishi bo'ladi. O'tiribsiz, tarqatishadi answer sheetlar, listening bo'ladi birinchi. Demak, listening imtihoni 40-45 minut atrofida davom etadi. 6 ta partdan iborat. Buni ko'pchilik biladi. Safarga tayyorlanyapsiz, so you know. 6 ta qismdan iborat. Listening qismini tugatganingizdan keyin 10 daqiqa beriladi answer sheetga ko'chirishga. Answer sheet bilan praktika qilish juda ham muhim. Imtihonda qiynalib qolmasligingiz uchun va video davomida answer sheet bilan ishlashni ham o'rgatib ketaman. O'shaning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Okay. Va imtihoningiz oldi baribir listening partlarni review qilib chiqishingizni so'rab qolaman. Chunki bu juda ham muhim. Har bir part bilan ishlash, texnikalari, strategiyalarini bilishingiz juda ham muhim. Qaysi partda nima berilishi. Okay? It is really important. Let's continue. Keyingi
Keyingisi, listeningni tugatdingiz. Keyingi navbat readingga keladi. Readingda varaqlarni topshirishadi sizga. Vaqt beriladi. 1 soat vaqt beriladi. Va no extra time deb yozganman. Demak, hech qanday ortiqcha vaqt yo'q. Answer sheetga ko'chirishga ham vaqt yo'q. Shuni bilishingiz muhim, juda ham muhim. Chunki ko'pchilik vaqt bor deb bemalol o'tiradi. Answer sheetni ko'chirishga shoshib qolganlar bo'lishi mumkin. O'shaning uchun buni baribir imtihon oldi bilishingiz kerak. Demak, 1 soat vaqt beriladi. Reading 5 qismdan iborat. 5 ta qismlarni qilishga 1 soat vaqt beriladi va answer sheetga ko'chirishga o'sha vaqt ichida ulgurishingiz kerak. Va mani maslahatim, iloji boricha answer sheetga ko'chirib hammasini vaqtida qiling. Oxirida tiqilib qolganda, 5 daqiqa qolganda answer sheetga ko'chirmang. Xato bo'lib qolishi mumkin. Shoshib qolib nimadirlar qilib qo'yishingiz mumkin. Spellinglarni xato ko'chirib qo'yishingiz mumkin. Va eng yaxshi maslahatim, birinchi partni tugatdingizmi, srazu answer sheetga ko'chiring. Ikkinchi partni tugatdingizmi, answer sheetga ko'chiring. Bu juda ham zo'r strategiya va shu bilan yaxshi time management bo'lishi mumkin. Va baribir imtihon oldi mock qilayotgan paytingizda shu muhitga o'rganishingiz kerak. 1 soat qo'yib, time managementga e'tibor berishingiz kerak. Qaysi partga qancha vaqt sarflayapsiz? Chunki ba'zilar bor qilmaydi shu narsani, bemalol praktika vaqtida deylik 1 soatlab o'tiradi, birinchi partni qilib, bunga e'tibor bermaydi. Imtihonga kirganda juda ham qiynalib qoladi. O'shaning uchun time managementga e'tibor berishimiz muhim ekan. Okay. Keyingi maslahatim, agar qiyin bo'lsa, reading qaysidir qismi, qaysidir savoli qiyin bo'lsa, just skip it. Shunchaki o'tkazing. Balki u C1, C2 leveldagi qiyin savol bo'lishi ham mumkin. Ja qiyin bo'lsa, prosta o'tkazing, keyingi savolga o'ting. Shuning uchun ba'zilar o'tiradi o'sha savolni o'ylab, ko'p vaqtini sarflab, waste of time qilib. Uning o'rniga osonlarni tez bajarib, qiyinlarni oxirida qoldirish kerak. Agar qiyinlarga o'tirsangiz, vaqtingiz ketib qoladi, osonlariga vaqtingiz yetmaydi va vaholanki umumiy qilib aytganda, readingiz yaxshi chiqmay qolishi mumkin. Va yana muhim narsa, bu ham shu answer sheetga ko'chirish, spellinglar ishlashni o'rgatib ketaman. Xo'p, baribir o'sha reading partlarni review qilishingiz muhim. Time management bilan ishlashingiz muhim. Okay? Just remember. So, next thing. Keyingi partimiz. Keyingisi writing. Sizga writingga savollar beriladi. Bilasiz, writing oktyabr 2025-yildan beri yangi formatga o'zgargan. Agarda yangi formatni kirayotgan bo'lsangiz, ko'rmasdan kirayotgan bo'lsangiz imtihonga, bu juda ham yomon. O'shaning uchun yangi formatni bilib kirganingiz muhim, juda ham muhim. Yangi formatni ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Baribir ham texnikalari, at least nima yozilishi kerakligini bilib kirganingiz ham foyda beradi. Chunki kirganingizda, voy, yangi formatmi? Men bilmayman. Shok holatga tushib qolmang. Baribir bosma ostida bo'ladi. Kuchingiz qolmaydi, writingga kelguncha ko'p kuchingiz ketib qoladi. Chunki listening, reading qildingiz, oxiri writingga kelganda kuchingiz ketib qolgani uchun concentration yo'qolib qolishi mumkin. Xo'p, demak, writingga sizga 1 soat vaqt beriladi. No extra time. Ortiqcha vaqt yo'q. Ikkita partdan iborat. Part 1ni o'zi 2ga bo'lingan bo'ladi. Part 1.1 va part 1.2. Va part 2ni o'zi yangi format bo'ladi. Men tavsiyam, Telegram kanaliga o'tsangiz, yangi formatlar haqida ma'lumotlar berilgan. Bu haqida videolar ham qo'yishga harakat qilaman. Writing yaqindagina yangi formatga o'zgargani uchun ko'pchilik bunga moslashmagan. Shuning uchun ko'rib, ketib, bilganinglar yaxshi. Davom etamiz. Keyingisi speaking. Speaking ruxsatnomalarda kunlari yozilgan bo'ladi. Deylik, ba'zilarda 1 kundan keyin, asosiy imtihonidan 1 kundan keyin, 2 kundan keyin, 1 haftadan keyin bo'lishi mumkin. Maksimum 2 haftadan keyin bo'lishi mumkin. Qisqasi, asosiy imtihondan keyin speaking 2 hafta davomida olinadi.
Hammani omadiga qarab endi kimdirlar 2 haftadan keyin topshiradi, 1 haftadan keyin. O'shaning uchun bu ruxsatnomangizda yozilgan bo'ladi. Speaking tez o'tiladigan seksionlardan biri 15-20 daqiqa maksimum davom etadi. Va tez o'tiladi. 3 ta partdan iborat. Bu ham yangi formatga o'zgargan 2024-yildan beri va test kompyuterda olinadi. Kompyuter deganda odam olmaydi uni. Yoningizda odam ham bo'lmaydi, ekzaminator yo'q. Kompyuterda topshirsangiz ovozingiz faqat zapis bo'linadi va Zoom deb o'ylamang. Zoomda baribir odam bo'lib olinmaydi speaking. Shunchaki kompyuterda ovozlaringiz zapis bo'ladi. Savollar ketma-ketligida beriladi va ovozingizni yozib olishadi. Keyin uni ekzaminator tekshirib beradi. Mani maslahatim shu muhitga tayyorlanish. Ko'pchilik speakingi yaxshi bo'lgani uchun vaqtlariga kelganda tayyor emas. Bir savollariga 30 soniyadan vaqt beradi va bu juda ham qisqa vaqt. Ko'pchilik bunga moslashmagani uchun javoblari aniq-tiniq chiqmaydi, shoshib qoladi, o'ylagunicha vaqt o'tib ketadi. Shuning uchun shunaqa holatga duch kelmaslik uchun ko'proq adaptation, aynan moslashishingiz kerak o'sha muhitga. Shunaqa o'quvchilarim bo'lgan. Ustoz deyapti, biz ko'rgan savollar tushdi. Lekin o'zimni xatoim bu muhitga moslashmaganim. Shunaqa tez o'tdi, shuna ko'zimni yumib ochganim bilan speaking imtihoni o'tdi-da, tushunyapsizmi? Tez o'tiladi, bo'ldi. O'tdi ketdi. That's it. Writing, listening, readingda o'tirasiz bir soatlab. Bu maksimum 20 daqiqa davom etadi. Shuning uchun be careful with it. Hop, davom etamiz. Keyingisi answer sheet haqida. Answer sheet DTM test varaqasiga o'xshaydi. Bu yerda ism familiyangizni, imzoyingizni qo'yasiz. Chap tomonda listening, o'ng tomonda readingni ko'chirasiz va answer sheet bilan ishlash juda ham muhim. Answer sheetingizni avvallab asrang. Juda ham muhim imtihoningizda. Deylik, sizga listening, reading berildi, bu yerda testlarni bajaryapsiz. U yerda yozilgan narsangiz muhim emas. Asosiy muhim narsalar answer sheetda. Asosiy muhim tekshiriladigan joy answer sheet. Esingizda qolsin. Ming anta to'g'ri yozgan bo'lsangiz ham answer sheetga noto'g'ri ko'chirib qo'ygan bo'lsangiz, noto'g'ri hisoblanadi. Okay? Hamma narsa answer sheetga bog'liq. Shuning uchun answer sheetga to'g'ri ko'chirishingiz kerak, to'g'ri belgilashingiz kerak, dumaloq qilib, chiroyli qilib belgilash kerak. Xuddi DTMga o'xshab. Okay? Endi answer sheetni ichiga kelsak, yozilishlari bor. Ularni ham to'g'ri yozish kerak. Ko'pchilik xato qilib qo'yadi shunga, ko'pchilik ikkilanadi yozishga. Esingizda qolsin, yozayotgan paytda so'zlar bo'lsa, har bitta harf katta bosma harfda yoziladi. Just remember, it's really important. Katta bosma harfda yoziladi. Esingizda qolsin. Kichkina harflarda emas. Ko'pchilik shuni xato yozib qo'yadi va xato hisoblanadi bu javoblar. Katta bosma harflarni takrorlab chiqishingizni ham tavsiya qilaman. Yozib chiqing. Bilaman, oddiy narsa, lekin xato qilib qo'yadi. Y harfini noto'g'ri yozib qo'yadi, yozma shaklda, bosma emas, yozmada yozib qo'yishi mumkin. I harfida xato qilib qo'yadi ko'pchilik. Shuning uchun yozma emas, bosma harflarni yozib chiqishingizni tavsiya qilaman. O'tirib takrorlab chiqing. Keyin raqamlarga kelganda alohida katakka yozasiz. Misol uchun 15 raqami 1 va 5 alohida katak. 10 raqami 1 va 0 misol uchun alohida. Bu mana bu yerda yozilgan. Bunaqa yozish xato. Mana shunaqa yozish kerak. 1 va 5. TH misol uchun 15-iyun yozmoqchi bo'lsangiz, TH ni ham bitta katakka emas, alohida kataklarga yozasiz. Protsentni ham percent deb yozasiz. Protsent belgisi emas. Keyin ikkita nuqta, virgul va nuqtani o'zini alohida katakka ham yozasiz. Birlashtirib yozmang. Ayniqsa mana vaqtlarga kelganda, deylik 9:30 deylik. 9 alohida katak, ikkita nuqta, 3 va 0. Yoki deylik 2.5, 2.5. O'shaning uchun esingizda qolsin, bu juda ham muhim answer sheetga kelganda. Javoblaringiz answer sheetda tekshiriladi. To'g'ri topgan bo'lsangiz ham, aniq xatolar qilib qo'ysangiz, noto'g'ri hisoblanib ketishi mumkin.
Keyingi ko'radigan narsalarimiz spelling mistakes. Bunda o'quvchilar ko'p xato qilib qo'yishadi. Spelling mistakes deganda noto'g'ri yozib qo'yish. Har doim instruksiyaga e'tibor bering. Bitta so'z dedimi, faqat so'zni o'zi. Bitta so'z yoki raqam dedimi, yoki so'z yoki raqam. So'z bilan raqam kelishi mumkin bo'lgan joylar ham bo'ladi. Instruksiyaga e'tibor berasiz. Deylik, mana 2 months deb yozib qo'ydingiz. Sizlar topdingiz javobni, lekin 2 months bo'lishi kerak, s bo'lishi kerak. Siz o'sha s'ni yozib qo'ymadingiz. Noto'g'ri hisoblanadi. Book deb yozib qo'ydingiz. Book degan javobingiz to'g'ri. Chunki ikkita so'z bo'lib qolyapti. Sizda u yerda bitta so'z degan. Siz ikkita so'z yozib qo'yapsiz. Chunki artiklni ham so'z hisobida kiradi. 3 weeks deb yozib qo'ydingiz. Ikkita so'z yozib qo'ydingiz. Sizga bitta so'z deyilgan. Siz ikkita yozib qo'ydingiz misol uchun. Bu ham noto'g'ri hisoblanadi. Wednesdayni noto'g'ri yozib qo'ydingiz misol uchun. Eshitdingiz listeningda, lekin noto'g'ri yozib qo'ydingiz. Shunaqa xatolarni qilmang. It is really silly mistakes. O'shaning uchun maslahatim spellinglarga ishlash, instruksiyalarga e'tibor qaratib ishlash. So, my recommendation, dear students, this is the end of it. My recommendations. Imtihoningizdan oldin yaxshilab tayyorgarlik qiling. Deylik, bir hafta qolgan bo'lsa, yaxshi ishlaydigan partlaringizga ishlang. Deylik, listening readingdan yaxshimisiz, listening readinglaringizni maksimumga chiqaring. Speakingdan yaxshimisiz, speakingga bosib ishlang. Yaxshi qiladigan partlaringizni bir haftada yaxshi natijaga chiqsangiz bo'ladi. Keyin mo'klar ishlashga harakat qiling, ko'proq analiz qilib va boyadagi bergan maslahatlarimni ko'rib chiqib, o'zingiz uchun xulosa oling. So, thank you everyone. Telegram kanalimga o'tsangiz, izohda qoldiraman silkasini. Asosiy materiallar berib ketilgan va answer sheetlar va shunga o'xshash materiallarni o'sha yerdan olsangiz bo'ladi. Izohlarda kommentariyalarni kutaman. So, thank you everyone.